Assalomu alaykum. Bugun ikkita kompyuterni bir-biriga set kabel orqali bog'lashni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi o'rinda o'sha Ether kompyuterga kirib olamiz. Biz uni set bo'limidan setda свойства bo'limiga o'tib olamiz. Свойства orqali biz изменить дополнительные параметры общий доступga o'tib olamiz. Biz unda частный сети bo'limida сетевое обнаруживание yoqib olamiz. Общий достуp faylim printerimni yoqib qo'yamiz. Keyin общественный сетida biz сетевое обнаруживание bilan общий достуp faylim printerimni unda ham yoqib qo'yamiz. Uchinchisida biz общий доступni papkamni yoqib qo'yamizda, lekin общий достуp parolni защитani o'chirib qo'yamiz. Keyin Ethernet bo'limiga o'tamiz. Uni свойствasiga kiramiz. Biz bunda IPv4 da o'sha ko'pincha holatlarda o'sha IP'si avtomatik turadi, lekin hozir ruchnoga o'tkazib olamiz. 192 168 1 Maska podseti avtomatik tarzda chiqadi. Keyin основной shluzda biz ikkinchi kompyuterimizga beramiz. 192 168 1 2 Okni bosamiz. Endilikda biz kompyuterimizdan o'sha fayllarga dostupni qanday berishni ko'rib o'tamiz. Sonli usul papkasi misol qila oladigan bo'lsak, biz bu papkani показать дополнительные parametriga o'tib olamiz. Undan предоставить доступ к bo'limiga o'tib olamiz. Uni отдельный людиga kiramiz. Biz undan всeni tanlab, uni добавить qilib qo'yamiz. Ya'ni kompyuterlar bir-biri bilan ulangan vaqtiga qaysi papkalarni qaysi papkani ustma-ustiga ko'rinishini belgilab beramiz. Endi ikkinchi kompyuterimizda xuddi shu ishlarni amalga oshiramiz. Set bo'limiga kiramiz, uni свойствasiga o'tamiz. Buni ham изменить дополнительный параметр общий доступga o'tib olamiz. Biz bunda ham частный bo'limini ham hammasini включить qilib chiqishimiz kerak. Keyin гостевая или общественный доступda ham hammasini включить qilib chiqishimiz kerak. CCT bo'limida o'sha oxiridagi отключить общий доступ parolni защитani o'chirib qo'yamiz. Buni сохранить qilamizda. Keyin buni Ethernetga o'tamiz. Ethernetda свойства bo'limiga kiramiz. IPv4 ga o'tamizda, ya'ni ruchnoy IP bildirishga o'tkazamiz. Bunda hozir biz birinchi o'rinda boya ikkinchi kompyuterimiz uchun bergan IP adresni beramiz. Ikkinchi kompyuterimizga berilgan IP adresimiz 192 168 1 2 Maska podseti o'zi chiqadi. Основной shluzga biz birinchi kompyuterda IP'sini berganimizda beramiz. 192 168 1 1 Сохранить qilib hamma bo'limdan chiqib olamiz. Endi esa biz bunda ham boshqa kompyuterda ham faylga dostуп berib olamiz. Предоставить доступga. Undan biz отдельный людиga kirib, bunda всени belgilab, buni ham поделиться qilib qo'yamiz. Endi esa tekshirib olamiz. Set bo'limini bosganimizda ikkinchi kompyuterimizda nomi chiqdi va unda dostуп berilgan o'sha fayllar bizga ko'rindi.